Ramazon oyining 3-10 kunligiga, 3-10 kunligining tog' kechalariga jiddiy jahd bilan ibodatga kirishar ekanlar. Yilning eng muhim kechasidir Qadr kechasi. Urg'u berilgan o'sha 27-kecha. Jinsiy hayot deb to'xtatib qo'yardilar. Farishtalar shunchalik ko'p chiqib tushar ekanki, shu kecha quyosh nurini xira qilib qo'yar ekan. Oysha onamiz radhiyallohu anha rivoyat qilgan hadis sharifda aytadilarki, radhiyallohu anha إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأيقظ أهله. Payg'ambar alayhissalom bel bog'larini mahkam bog'lardilar. Bu kinoya va o'zlari ham bedor bo'lib, ahllarini ham uyg'otardilar. Ya'ni 3-10 kunlikda shadda mi'zarahudan murod bitta ma'no, ya'ni jinsiy hayot deb to'xtatib qo'yardilar. Bel bog'da bog'laydi degan bir ma'nosi shu kinoya. Butun haddi harakatlarini o'zlari ham ahllarini ham uyg'otib 3-10 kunlikda jiddiy jahd bilan ibodatga kirishar ekanlar. Chunki Qadr kechasi haqida kelgan aksar hadislar, hadis shariflar yilning eng muhim kechasidir Qadr kechasi. Ramazon oyining 3-10 kunligiga, 3-10 kunligining tog' kechalariga va tog' kechalarini ham ayniqsa oxirgi tog' kechalariga 25, 27, lekin eng ko'proq urg'u berilgan o'sha 27-kecha. Jumladan Zir ibn Hubaysh radhiyallohu anhuning kelgan rivoyatlarida. Qaysi kuni Abul Hasan Shoziliyning gaplarini aytib keldi. Qadr kechasini so'raganlarida, qaysi Qadr kechasini so'rayapsizlar dedilar. Shunda muridlar aytadiki, haligi duolar qabul qilinadigan kechani aytyapsiz-a deydi. Qaysi kecha duo qabul qilinmaydi dedi u kishi. Hazrat shunday qilib oxiri aytadilarki, bizda har bir kechamiz qadrdir. Har bir kechamizda Alloh bandalarni mag'firat qiladi. Har bir kechamizda duolar qabul qilinadi. Har bir kechamiz qadrdir. Endi u tasavvufiy tushunchadir. Tasavvufiy tushunchadir. Odamning o'zining qarashidan keladi. Lekin ummat ulamolari birlashgan, ittifoq qilgan kutiladigan kun o'sha 26dan 27-ga o'tar kechasi. Mana bir necha yillardan beri kuzatib kelamiz. Aynan shu Qadr kechasi deb jamoat to'planib shu kechani bedor o'tkazib tongida qaraganimizda shu hadis shariflarda kelgan belgilarni, alomatlarni ko'ramiz. Hali quyoshning tog'orida bo'lib qolishi, nurining xira bo'lib chiqishi, farishtalar shunchalik ko'p chiqib tushar ekanki, shu kecha quyosh nurini xira qilib qo'yar ekan. Tog'oraga o'xshab qoladi deganlar quyoshni. Va sokin bir muloyim kecha bo'ladi deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam. Endi undan keyin yana bir gap bor: "Va ma ra'ahul mu'minuna hasanan fa huwa 'indallohi hasan." Mu'minlar to'planib olib bir narsani qasd qilsa, Alloh taoloning irodasi ham shunga to'g'ri keladi. Ko'pincha shu isbotlangan. Shuncha jamoat to'planib mana shu kecha Qadr kecha ekan deb ishonib, ixlos bilan harakat qilsa, Alloh taolo shu kechani albatta qadr qilib qo'yar ekan. Ramazon o'zi ibodatlar mavsumi, yaxshiliklar mavsumi, axloqlar uyg'otiladigan va shakllanadigan, ruhiy tarbiya darsi olinadigan mavsum. Lekin 3-10 kunlik Ramazon ichida alohida mavsumdir. 3-10 kunlik. 3-10 kunlik Qadr kechasi bor o kunlikdir. 3-10 kunlik oxirida ishchining haqqi beriladigan 10 kunlikdir. Bu Qadr kechasimi deganlar yoki hayit kechasimi deganlar yo'q deganlar payg'ambar alayhisalom. Har bir ishchi bir ishni ishlab bo'lgandan keyin haqqini oladimi? Ramazonni ham oxirida ro'zadorlar haqqini oladi deganlar. Bular mana shu 3-10 kunlikka to'g'ri keladi. 3-10 kunlikda ko'pchilik harakat qilishadi umraga borishga. Juda ham ko'p katta jamoat to'planadi. Masjidlarda xatmona shunga to'g'rilanadi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning mashhur gaplari bor: "Ma'a kulli xatma da'va mustajaba." Har bir xatm Qur'on ijobatli duosiga ega deganlar. Shuning uchun ummat, jamoatlar to'planib masjidlarda qorning ortida Qur'oni Karimning boshidan oxirigacha o'qib kelib, oxirida shu xatmona kechasini Qadr kechasiga to'g'rilab duolarni qilishadi. Yilning eng muhim kechasidir Qadr kechasi. Yilning eng muhim kechasi, Qadr kechasida qilinadigan eng muhim duoni
Ummul Mu'minin Sayyida Oysha onamiz radhiyallohu anha payg'ambar alayhissalomdan so'raganlaridek, Allohumma innaka afuvun tuhibbul afva fa'fu anna aw fa'fu anni duosini qilgin deganlar. Avf so'rash duosi. Allohim, sen avf qilguvchisan, avf qilishlikni yaxshi ko'rasan, meni avf qil. Nima uchun yilning eng muhim kechasining, yilning eng muhim duosida faqat avf so'raldi desa, chunki avf ashmalu minal mag'firati va min kulli shay. Avf mag'firatdan ham hamma narsadan ko'ra shomilroqdir. O'zini ichiga oladi. Mag'firat qilingan odam, kechirilgan odam qiyomat kuni nomaya a'molini olganda yana qaytadan yo'liqadi gunohlariga, yana hisob berib, keyin yana kechiriladi. Avf qilingan odam esa gunoh kechirilgan odam va nomaya a'moldan ham o'chirilgan odamdir. Shuning uchun avf shomilroq bo'ladi. Hazrati Abbos radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisolamning amakilari, "Ya Rasululloh, men nima deb duo qilay? O'rgating bir duo" deganlarda, Allohdan ofiyat so'rang deganlar Payg'ambar. Yana bir aylanib kelib Hazrati Abbos, "Ey jiyanim, ya Rasululloh, nima deb duo qilay?" deganlarda Payg'ambar alayhisolam qattiqroq gapirib, "Ya Abbas, ya amma Rasulillah, ey Abbos, ey Rasulullohning amakisi, Allohdan ofiyatni so'rang" deb tushuntirganlar.